Qani ko'tarin. Keng. Bo'ldi. Bu tajribani uyda qilmaymiz. Havo sharining ichiga havodan yengil gazlar qamaladi, bo'lmasa uchmaydi. Geliy asosan. Geliy havodan yengil gaz. Qarang, agar mana shu havodan yengil bo'lsa, qo'yib yuborsam tepaga ketish kerak, qolib ketish kerak. Bu nega pastga tushdi? Havodan og'ir, tortish kuchi bor, havodan og'ir ekan bu. Endi olov yoqqan vaqtimizda bu yengillashdi va olov havodan yengil bo'ladi. Buni tepaga qarab ko'tardi. Tepaga ko'targan kuch yuqorida aytgan Arximed kuchi. Arximed kuchi ikkita joyda bor, ham suvda bor, ham havoda bor. Atrofimizda ham Arximed kuchi bor. Olov havodan yengil bo'lgani uchun, tushunyapsizmi? Olov havodan yengil bo'lgani uchun mana buni tepaga qarab ko'tardi. E'tibor bergan bo'lsalaringiz, olovi o'chgandan so'ng pastga qarab tushdi. Yaxshi bilasizlar, fizika tabiat degan, ya'ni hayot haqidagi fan. Bu tajribadan qanday xulosa olamiz desalaringiz, inson o'sish uchun, yuksalish uchun avval yonish kerak ekan. Yonishni to'g'ridan-to'g'ri tushunmang. Inson odob, axloq, ta'lim, tarbiyada eng zo'r bo'lsin, yonib tursin, ana o'shanda o'sadi, yuksaladi.